Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Avvalambor Alloh taologa hamd, payg'ambarimiz Mustafa sollallohu alayhi va sallamga ko'pdan ko'p salovat va salomlarimiz bo'lsin. Bizlarga Alloh taoloning rahmati, payg'ambarimizning shafoati nasib aylagan bo'lsin. Ato orqasidan qurt yoki zakaridan bitga o'xshash narsa chiqqan kishi haqida qayta tahorat qiladi degan. Jobir ibn Abdulloh: agar namozda kulib yuborsa, namozini qayta o'qiydi-yu, tahoratini qaytarmaydi degan. Hasan: agar sochini va tirnog'ini olsa yoki mahsini yechsa, tahorat qilishi lozim emas deb aytgan. Abu Hurayra: faqatgina hadasdan tahorat qilinadi degan. Jobirdan naql qilinishicha, Nabiy sollallohu alayhi va sallam Zaturriqo g'azotida bo'lganlarida bir kishiga kamon o'q tegib, undan ko'p qon ketdi. Shunda u ruku va sajda qilib, namozda davom etaverdi. Hasan aytadi: musulmonlar jarohatlari bilan ham namoz o'qib kelishgan. Tovus: Muhammad ibn Ali, Ato hamda Hijoz ahli qon sababli tahorat yo'q deyishgan. Ibn Umar yuzidagi husnbuzarni siqqan edi, undan qon chiqdi. Biroq u tahorat qilmadi. Ibn Abu Avfo qon tuflab namozida davom etavergan. Ibn Umar va Hasan qon oldirgan kishi haqida: unga faqat qon oldirgan joylarini yuvish lozim bo'ladi deyishgan. Hadas tahoratsizlik, tahoratni ketkazuvchi sabab. Bismillahirrohmanirrohim. 4-kitob 183-hadis. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhuma xabar qiladi. Bir kecha u Nabiy sollallohu alayhi va sallamning zavjalari Maymunanikida tunab qolgan ekan. U uning xolasi edi. Ibn Abbos aytadi: men yostiqning eniga yonboshladim. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bilan ahllari uning bo'yiga yonboshladilar. So'ng Rasululloh sollallohu alayhi va sallam uxladilar. Nihoyat kecha yarimlaganida yana undan biroz oldin yoki biroz keyin Rasululloh sollallohu alayhi va sallam uyg'ondilar va o'tirib qo'llari bilan yuz ko'zlaridan uyquni ketkazdilar. Keyin Oli Imron surasining oxirgi 10 oyatini o'qidilar. Keyin turib osig'lik turgan eski meshdan tahorat qildilar va tahoratlarini go'zal ado qildilar. Keyin namoz o'qishga turdilar. Men ham turib u zotning qilganlaridek qildim. So'ng borib yonlariga turdim. Shunda o'ng qo'llarini boshimga qo'ydilar va o'ng qulog'imdan ushlab qo'ydilar, ya'ni o'ng tomonga tur degan ma'noda. So'ng 2 rakat, keyin 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 yana 2 rakat namoz o'qidilar. So'ng vitr o'qidilar. Keyin muazzin kelgunicha yonboshlab yotdilar. Shundan so'ng turib yengilgina 2 rakat namoz o'qidilar. So'ng chiqib bomdod namozini o'qidilar.